Xola bu ikkinchi ona. Xola bu jiyanini birinchi kundan qo'liga ko'targan, onadek ovutgan, mehrini ayamagan inson. Xola bu onaga juda o'xshash, ammo o'ziga xos mehr sohibasi, yurakda alohida o'rin egallaydigan qadrdon. Xola bu ba'zan do'st bo'lib suhbat quradigan, ba'zan himoyachi bo'lib yoningni oladigan, ba'zan shunchaki quchoq ochib yupatadigan inson. Xola bu bozorga chiqqanda sen uchun sevimli bo'lgan shirinliklarni yashirib olib kelib, faqat jiyanim uchun deb qo'lingga tutqazgan mehribon. Xola bu sening yuzingdan o'pib, bag'riga bosib, jigarimning parchasi, sen men uchun hamma narsadan azizsan deb erkalaydigan mehr qo'rg'oni. Xola bu oddiy qarindosh emas, seni tez-tez sog'inadigan, har bir duolarida seni esga oladigan ikkinchi onadir. Xolajon, sizni juda yaxshi ko'raman. Ushbu videoni xolajonlarga yuborib, kommentariyada xolajonlarni atmetga qilamiz.